Hello guys, sizlar bilan Johir 800, ya'ni Johir Sigma. Bugungi videomizda 10 ta eng mashhur youtuberlarga prank qilib ko'raman. Jigarlar, agarda sizlarga eng halol, eng arzon UC servis kerak bo'lsa, mana Johir 1800 UC servis. Bemalol murojaat bo'ladi, silkasi kommentariyada. Xullas biz birinchi youtuberimiz bu Ultra Brat. Hozir Instagramlarini topamiz, bu mana shu original deb o'ylayman. Xullas hozir yozamiz. Nima deb yozsa bo'ladi? Nima deb yozsa bo'ladi? Ultra Brat hozir kam stream qilyapti. Shunga davaychi. Salom brat. Brat. Oxirgi payt kam stream qilyapsiz. Juda zo'r. Shu ketishda davom eting. Dalshi stream qilmang please. Ultra Brat videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Hammasi prank to'g'ri tushunasiz. Ketdi yozamiz. Oxirida kim atit qaytardi, kim nima dedi ko'rasizlar. Hozir tap yozib chiqamiz hammasiga. Qarochi bizda keyingi o'ljamiz bu Avogadro. Avogadroga yozib ko'ramiz. Ikkimiz Pepsi bosganmiz Avogadro bilan. Gaplashib turamiz Instagramda. Ancha 23-mayda gaplashgan ekanmiz. Bugun necha? Bugun 3. Gaz yozamiz, ancha o'pdi. Qarochi nima deb yozsa bo'ladi? Avogadro 4x sotadi. Davaytimni yozamiz. Oxirgi payt 4x da videolar qo'yapsiz. O'zcha zo'r otaman deb o'ylayapsizmi? Prosta sizda iPad'lik uchun deymiz. Ligi uchun otasiz. Agar 60 FPS da yoki telefonda o'ynasangiz botsiz deymiz. Oxirida ko'ramiz, nima derki ish qilib so'kib tashlamasa bo'ldi. Endi biz Grinchga yozib ko'ramiz. Grinch pabiqqa. Mana. Qarochi men bilan video ham olgan bu, istoriyasiga qo'ygan. Hozir yozamiz. Qarochi xunuk rasmni qo'yib qo'yibsan previewga deymiz. Siz nima videoingizni previewsiga meni xunuk rasmimni qo'yib qo'ydingiz. Videoni o'chirib yuboring. Bo'lmasam avtorskiy jalba tashiyman. Nahvi kerak deymiz. Kerak. Bunaqa xunuk rasmimni qo'yib. Ne qilib beramiz? Mana. Nima derkan oxirida ko'rasizlar vallahi, bilib o'zim ham qiziq ketyapman bulardan. Avvaliga hammalardan uzr so'rayman vallahi, hammasi prank. Endi biz Lapar Davronga yozib ko'ramiz. Mana bu brat bilan ham bir-birimizga papska almashganmiz. Hozir ko'rasizlar. Xo'sh, Davroniga hozir rang ko'taryapti, to'g'rimi? Hozir rang temasi bo'yicha hozir hazil qilamiz, prank qilamiz. Salom aka. Nima har kun rang push qilib stream qilyapsiz? Babir o'lib ketaveryapsiz-ku. Prosta sizda buni iPad chiqamiz. Hazilligi uchun sal-pal yashab qolyapsiz. Boshqa kontent qiling, zerikti odam deymiz. Odam. Nima qilibman endi? Davron aka, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi hazil aka, kontent zo'r, bosing gazini. Hammasi hazil aka. Hammasi hazil. Endi bolalar Sardor gang yozib ko'ramiz. Tanisanglar kerak, PUBG'da ma'lumotlarni beradigan brat. Yangilar esib turadigan brat. Hozir yozamiz bratga. Salom brat. Nima siz PUBG ma'lumotlarini noto'g'ri beryapsiz deymiz. Noto'g'ri beryapsiz. Siz bergan ma'lumot hammasi yolg'on deymiz. Yolg'on. Odamlarni aldamang deymiz. Ularni aldamang. Unaqa. Nima buni? Sardor aka. Prank. Vobshe, siz to'g'ri ma'lumot berasiz. Men oldin mana yoshligimdan sizni ko'rib turib, erplas olganman. Keyingi sezon bunaqa erib kelar ekan, Sardor aka videosini ko'raylik deb turib, Sardor aka videolarini ko'rardim. Videoni ko'rsangiz, komment yozib qo'ying. Abdushi. Endi biz Nutshahni yozib ko'ramiz. Bilsalar kerak, glazokda yoraveradigan bola. Hozir yozamiz. Qani. Videosi, kakras videosi bo'ladigan ekan. Mana shu atitni ko'ramiz, nafik
Plural yozgan ekan, uni nima yor. Ket nima desa bo'ladi? 24 dedim. Qaysi orujada o'ynab video olamiz? Agar M24 o'ynaydigan bo'lsak, glazuk urib sizni pazor qo'raman. Baba o'ynashni bilmaysiz-ku. Просто videolarda chitta o'ynaysizmi? Chitta o'ynab qo'yasiz. Odamlarni aldab. Bilan not shahi. Prank hammasi. Вообще haqqida siz yomon o'ynaysiz 24da, bilaman. Atlaga to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Qaysi joyda o'ynab video olamiz? Agar 24 biz o'ynaydigan bo'lsak, glazik urib sizni pazor qo'raman. Baba o'ynashni bilmaysizki, prosta videolarda chitta o'ynab qo'yasiz, odamlarni aldab. O'shani uchun o'ynamaganimiz yaxshi. Agar pazor bo'lishni xohlamasiz deb qo'yamiz. Xohlamasiz. Ne qilib qo'yamiz? Bile nima derkin? Va biz endi hozir hammalar tanigan o'sha dunyo tanigan ashu speed yozib ko'ramiz. Qani, ketdi. Viziv tashlaymiz. Nima gap? Qora. Короче, sen bilan jang qilmoqchiman. Vizivni, vizivni olib ketdi-ku. Vizivni qabul qil. Agar duxing yetsa deb qo'yamiz. Duxing yetsa, men sen bilan любой ligada jang qilaman deb qo'yamiz. Mana. Ne jozoramiz? O'qib qolsa-ya, bile o'qib qolsa, perevod qilib turib o'qib qolsa-ya, oxirida bilamiz-da, qani bir o'qiydimi, o'qimaydim ko'rasiz o'zlaring. Ko'rdinglar bolalar, 7 youtuberga yozdim. No lekin plan bo'yicha 10 youtuberga yozishim kerak edi. No lekin qaysi youtuberga yozishni bilmadim, topa olmadim. Agar sizlar bilsanglar, yana qaysi youtuber qolib ketdi, kommentariyaga обязательно yozib qo'yinglar. Oradan bir kun o'tdi. Endi hozir kimlar bizga atit qaytarganini ko'ramiz. Let's go. Короче bolalar, ultra brat atit qaytaribdi. Ko'rishlar mumkin. Salom, oz qoldi. Hammalar kutgan ham kelishiga debdi. Prank video brat. Uzrligin. Adushingizni hurmat qilaman. Bu hammasi prank edi. Videoni ko'rsangiz, kommentariy yozib qoldiring. Davron aka ham yozibdi. Toshin tere g'arib tur yo'qol, ko'zimga ko'rinma deb yozibdi. Kommentariy yozib qo'yingizlar, обязательно. Davron aka, addushi hurmatdasiz. Hammasi prank edi. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Let's go, keyingiga o'tamiz. Nutshaxa esa shu gapingizga headshot tekkizib, miyezni ochvorim keldi, xafa bo'lasiz debdi. Va yozib qo'ydim bu bolaga ham. Prank video edi dedim. Hammasi prank. Hech qaysi nima deyapman? Gapni yo'qotib qo'ydim, короче. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. To'g'ri tushunasizlar, hammasi prank. Hozir endi keyingiga o'tamiz. Grinch esa borishu mannami ayb deb yozibdi. Mennaqa crash yigit yo'q-ku. Chatga yozamiz javoq sigma, javoq crash deb, okey? Let's go. Kutaman обязательно kommentariya. Keyingiga o'tamiz. Va Sardor gang esa salom, qachon yolg'on ma'lumot beribman? Hech kimni aldaganim yo'q. Ma'lumot berishdan oldin tekshirib, keyin qo'yaman. Tuhmat qilmang deb yozibdi. Sardor aka, o'sha gap, siz addushi hurmatdasiz. Sizni videolaringizni ko'rib, yoshlik katta bo'lgan. Nima? Siz videolaringizni ko'rib, ulg'ay yemayapti, qanday bir zo'r gapirishim kerakda mana joyda. Xullas, oldin videolaringizni ko'rardim. Hali endi PUBG ga kirib kelgan paytimda erib olish uchun qiziqardim. Keyin sezon qanaqa yetib kelarkan derdim. Va sizni videongizni ko'rib turib, shtobe keyin sezon qanaqaligini bilib olardim. Bu mana zo'r gapirdim-a? Komment kutaman обязательно, Sardor aka. Let's go, keyingiga o'tamiz. Va Avogadro yozibdiki, zo'r otishimga hasad qilyapsizmi? O'yingizga menga havas qilib iPad olib zajim qilishga endi o'rgandiz-ku deb yozibdi. Kallasini tushiraman Avogadroni. Afsuski, shu speed javob yozmadi. Videoni shurgacha ko'rgan bo'lsangiz, addush rahmat, kommentariyaga обязательно yozib qoldiring. Yana qaysi 3 ta youtuber qolib ketganini keyingi ko'rishguncha. Bye bye.